Mana Qirqiz ziyoratga o'qiga boryapmiz. Aka, bu Qirqiz degan nima uchun ana bo'lgan bir boshidan bitta aytib berib yuboring endi. Qirqiz buni tarixi o'zin. Endi bobolarimiz aytadi vaqtiga musulmon ayollar qochib, mana bu xristianlardan betimizga tushib. Ha, o'rislar bostirib kelgan. Ha, shunday deb shunda yetib kelgan paytida mana kengizlar yetib kelgan paytiga Xudoga iltijo qilgan, bizni toshga aylantir, bizni ushlay olmasin deb mana kayin. Yaxshilab oling. Mana asl Qirqiz mana shu yer. Ko'rdingizmi? Mana eyla kayin. Mana shu odamga o'xshab. Ha, mana shu odamga o'xshagan. Ey. Yaqinlashtirib olingizlar. Ha, telefon raisni yaqin o'g'li. Ha, mana ularmi? Ha, ana. Mana ular qizga o'xshab. Ey, analari bilan o'ynaydi bu ishlar. Yo'q, mana unda to'g'ri, haydan shuni tushirib olishimiz kerak-da. Mana shumi? Ele to'g'ridagi-da qarab turibdi, to'g'ri? Endi qilingchi. Ele ikkita. Mana bular mana hammasi mana kay. Mana kay. Ko'ring odamga o'xshaydi mana. Ko'rdingizmi? Mana shu Qirqiz ana shu vaqtiga endi bobolarimiz aytib kelishgan. Bunda ziyoratgoh, katta ziyoratgoh. Mana pasimiz hozir bir 300 metrlar balandzoq mana. Juda baland. Manzara video qilaydi. Toshga aylantirib qo'ydik endi. Ha. Oling mana videoga. Akalar, Surxondaryo Bo'ysun, yuqori Mashay mahallasiga G'o'rbuloq degan yerga shunday go'zal yerlar bor, shasharalar bor. Mana ukalar chiqib ko'rib keldi. Kelingizlar, mazza qilib ketasizlar. O'ylaviy kelingizlar, o'ylaviy. Mazza bu yerga. Yevropaga borib o'tirmangiz. O'zbekistonga shunday go'zal jannat joylar bor. Mana. Kelingizlar, marhamat. Mehmon Bloger bo'lsangiz bo'larkansiz. O'zi bloger.